الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. Mihriban güzel Allah'ım, özürünün huzurlarına keldik ey Allah. Ey Allah, kollarımızı açkan, kalplerimizle özürünü söyleyen haleti huzurlarına keldik ey Allah. Bizlerin huzurlarına kubul boğucu bendilerini katardan kılıversin ey Allah. Ey Allah, Kur'an-ı Kerim hatim boğan, uşbu demlerde dualarımız icabet boğan, serdar müminlerini katardan kılıversin ey Allah. Günahlarımız mağfiret kılıngan müminlerini katardan kılıversin ey Allah. Ey Allah, ilgirki ve kinki günahlarımız etbu mağfiret kılıngan bendilerini katardan kılıversin ey Allah. Ya Rabbel Alemin, duasının evvelide Kur'an-ı Kerim hatim boğan demlerde Resulullah özürdün neymi sorgan bolsa şunu sorayım ey Allah. Kubul kılsınlar ey Allah. Ey Allah, Resulullah eshablar için neymi sorgan bolsa men bugünkü cemaat için şunu hem sorayım ey Allah. Kubul kılsınlar ey Allah. Kubul kılsınlar ey Allah. Ey Allah, bugünkü kadar Ramazan-ı Şerif'te okugan bütün Kur'an-ı Kerimlerimizni kubul kılsınlar ey Allah. Ey Allah, roza Ramazanlarımızı kubul kılsınlar ey Allah. Ruku secdelerimizni kubul kılsınlar ey Allah. Ey Allah, katta mehmanның hakkını, hürmetini ada kılınmay kalgan bolsa bizleri geçirmesin ey Allah. Ada kılgıçılarının katarında kubul kılsın ey Allah. Günahları mağfiret boğucularının katarında kubul kılsın. Ramazan'dan evveldeki rahmetke, otturdaki mağfiretke, ahirdeki aytkun minen narga erişikçi bendilerin katarından kılıversin ey Allah. Ey Allah, bizleri bahtiyar müminlerin katarından kılıversin ey Allah. Elgirki kinki günahları geçirilgen müminlerin katarından kılıversin ey Allah. Hasreten ey Allah. Ey Allah, bizleri mana muşundak bir arağı toplap, mana muşundak özürünün zikri, özürünün sorununu bir arağı cem buluş nimetini belgeldikleri için sizge sanırsız hamd sana hiyelen yollayımız ey Allah. Ey Allah, bizlerge özürünü tunutkan, özürünü yaxşı göreşini bizlerge ügetken, bildirgen barlık ata-analarımızga özürden rahmet sorayımız ey Allah. Ey Allah, bizlerden analarımızla özür rahmet kılgan analarının katarından kılıversin ey Allah. Analarımızın makamını üstün kılıversin ey Allah. Ulağı üstün boğan derece takılsın ey Allah. Ey Allah, bizlerini yetiştirip terbiyelegen her bir cebasını ulağı cennet bezle ey Allah. Ulağı cennet bezle ey Allah. Ulağının akıbetini yüksek kılıversin ey Allah. Ulağı firdevs bezle ey Allah. Ey Allah, analarımızın tatlı riyazetlerini zayi etmesin ey Allah. Ey Allah, analarımızın ey Allah hicretin ilgirki ve hicretin kinki tatlı riyazetlerini beyhude kılıp etmesin ey Allah. Ulağının gözünden akkan yaşlı zayi kılıp etmesin ey Allah. Ulağının dualarını icabet olmayan dualarını kılmasın ey Allah. Ey Allah, analarımızı kursan kılalaydıgan hayat ata kılsın. Her birimizin öz anımızda razı kılalaydıgan hayat ata kılsın. Fakat öz anımız bilen de çekinip kalmasın. Milletimizden bağırlık mihirban analarına kursellik ata kılalaydıgan yaxşı salih emel nasip olsun ey Allah. Ey Allah, atalarımızın razı olsun ey Allah. Ey Allah, hicret evveli ve hicretten kin bizler için tenimsiz cepat atkan şu cepakeş riyazetkar atalarımızdan katta ecir hasenat besle. Ulanı firdevsul a'la bilen mukafatısla. Muhaciretki bağlık atalarımızla özür rahim şefkat kılsın. Ulanın makamını yüksek kılsın. Atalarımızdan ornunu cennet kılıversin ey Allah. Ey Allah, ulanın tırışçalıklarını ziyade kılıversin ey Allah. Ulanın hayatına bereket ata kılsın ey Allah. Hizmetiki iktisadına bereket ata kılsın ey Allah. Ey Allah, atalarımızdan kaydedin vatan bilen aziz kılıversin ey Allah. Kaydedin vatanın hamileri bulu süptü bilen izzetlendirmesin ey Allah. Vatan ulan kaydedin bir arkalı kaydedin ulanı şereflik bendilerinin kadarından kılıversin. Biz kızlarını atalarının cennetiki vesile bulunduğun kızlar kılıversin. Hadisini işaret kılınan kızlarının kadarından kılıversin. Sıla razı olan kızlarının kadarından kılıversin ey Allah. Ey Allah, mana bizlerning özürünü tunuşumuz ve bilişimiz için keç gündüz himmet kılıvatkan, tirişçallık göstüvatkan bağlıq er ve ayal ustazlarımız özür rahmet kılsın ey Allah. Muhaciret hayatındaki ve muhaciretten evvelki bağırlık ustazlarımız özür rahmet ata kılsın ey Allah. Ustazlarımızın tatlı riyazetlerini zayi kılıp etmesin. Ustazlarımızın kılgan tirişçallıklarını zayi kılıp etmesin. Ustazlarımızın ömrüge bereket ata kılsın ey Allah. Ulanın hayatına bereket ata kılsın ey Allah. Ulanın kılgan iş hizmetlerine bereket ata kılsın ey Allah. Ey Allah, ana şu ustazlarımızla, ecdatlarımızla layık yaşayalaydıgan hayat ata kılsın ey Allah. Hakiki peygamberlerinin mirasxo'rlariga layık hayat ata kılsın ey Allah. Ularning hizmetini qabul bo'lgan hizmetlerinin qatoridan kılsın ey Allah. Xosatan ey Allah, mana şu muhaciret hayotida o'zlarining uyini silishdan iborat bo'lgan katta xizmat uchun qadam bosgan ana şu ustozlarimizning xizmetini qabul kılsın ey Allah. Şu mübarek adlarımızın tirişçaligini qabul kılsın. Bugün mana şu hicret hayotida selinadigan masjidni, ana şu vatanimizda bo'lgandan keyin selinmoqchi bo'lgan masjidlarning avvali qilib bersin ey Allah. Muqaddimasi qilib bersin ey Allah. Millatimizning uyg'onishiga vasila qilib bersin ey Allah. Millatimizning islohiga vasila qilib bersin
bersin ey Allah. Milletimizin hayırlı halatda texmi yükselişine vesile qilib bersin ey Allah. Ey Allah, mana şu mescidin inşası üçün tirişiyotgan, himmet qilayotgan, keç gündüz derdlanayotgan, ana şu biz ismini biladigan, bilmaydigan şu atalarımızın ecrini ziyoda qilaversin. Şu mescid üçün zarraning misqala qadar himmet qilgan, kichkina bo'lsa o'zining yanchiqini ajratib turib tirishalla qilgan barliq muhojirat hayotidagi musulmon ayol va musulmon erlarning iqtisodiga barakat ato qilsin. Rizqini kengli qilaversin. Ularning bergan biriga hassilab qaytirib bersin. Birini 10 qilaversin. Tutqanini oltin qilaversin. Ey Allah, bizning millatimizning fathisiga şu mescidni vesile qilaversin. Şu mescidni vesile qilaversin. Şu mescidni vesile qilaversin. Ey Allah, bugunga qadar o'stirishchilik bilan himmat qilayotgan, ana şu izzat uchun kurash qilayotgan, ana şu katta ne'matlar uchun, shon va sharaf uchun himmat qilayotgan barliq mujohid er va mujohid ayollarimizga, mu'min er va mu'min ayollarimizga o'zir katta ajr hasanat ato qilsin. Ularning maqomini ustun qilaversin. Ey Allah, ularning darajasini yuksak qilaversin. Ularning planlariga yetish yo'lidagi barliq himmatini oson qilaversin. Tirishchiliklarni o'z rahmati bilan qabul qilsin. Ularning yo'llarini ichvasin, orzularga yetkizsin. Ana shunday muvahhid ustozlarimizga, mujohid otalarımızga, mümin analarımızga layık qizlardan bo'lishimizga o'zir yordam qilsin. Otalarning duosini olgan, onalarning qirzosini olgan qizlarning qatoridan qilaversin. Ummatning, xosatan ushbu millatning kulgisiga vasila bo'ladigan qizlardan qilaversin. Bizlarni o'zir rozi bo'lgan qizlarning qatoridan qilaversin. Jumladan muhojirat hayotida xizmat qilayotgan, o'zlari uchun badal to'layotgan, mana bu millatning qizlari, millatning nasllari uchun fidokorlik qilayotgan barliq er va ayol ustozlarimizga rahim qilsin. Barliq Qur'on kurslariga, madrasalarga, shundaqla mana shu millatimizni saqlab qolish yo'lida tirishchilik qilayotgan barliq kurslarga, muallimlarga, mudarrislarga o'z rahim qilsin ey Allah. Ularning ajrini ziyoda qilsin ey Allah. Ularning xizmatini qabul qilsin ey Allah. Ularning madrasalarini, maktablarini kuchlantirib bersin. Fatihga vasila qilib bersin. Nusratga vasila qilib bersin. Shu ustozlarimizning kecha kunduz qilgan tirishchilikni maqbul bo'lgan tirishchilik qatorida qabul qilsin. Sizlar rozi bo'lgan tirishchiliklar qatorida qabul qilsin. Ey Allah, ummatning, millatning tirilishiga shularning ta'lim tarbiyasini vasila qilib bersin. Shularning tarbiyasidan qaytadan ummatning inshosini qo'zg'atib bersin ey Allah. Ey Allah, her birimizni xosatan mana shu yerga hozir bo'lgan barcha jamoatning arzu armon tilaklariga yetkazsin ey Allah. Ey Allah, kesili bolalarning kesiliga shifolik ato qilsin ey Allah. Dardi bolalarning dardiga darmon ato qilsin ey Allah. G'ami bolalarning g'amini o'zir hal qilib bersin ey Allah. Qarzi bolalarning qarzlaridan qutuldirib olsin ey Allah. Ey Allah, nima masalasi bolalarning har bir masalasiga o'zir eng go'zal shaklda hal qilib bersin ey Allah. Bizlarning vatanning fatisiga vasila bo'luvchi avlodlardan bo'lishimizga yordam qilsin. Bizlarga robboniy ilm ato qilsin ey Allah. Bizlarga robboniy va manfaatli ilm ato qilsin ey Allah. Bizlarga xayrli ilm ato qilsin ey Allah. Vatanning fatisiga vasila bo'la oladigan hayot ato qilsin. Bizlarni shu izzat bilan sharaflantirsin. Bizlarni musobaqalash kuchining avvalidan qilaversin. Bizlarni haq yo'lda mang'ochilarning avvalidan qilaversin. Bizlarning hayotimizni ilgirki va keyingilarga o'rnak qilib bersin. Bizlarning hayotimizni o'chmas hayotlarning qatoridan qilaversin. Bizlarning amallarimizni maqbul bo'lgan amallarning qatoridan qilaversin. Millatimizning yukselishiga vasila qilaversin. Ey Allah, xuddi Xadija onamizga o'xshash yetishib chiqishimizga yordam bersin. Oysha onamizning ilmidan bersin. Osiyo onamizning jasoratidan bersin. Sumayya onamizning shahodatidan bersin ey Allah. Sumayya onamizning shahodatidan bersin ey Allah. Şu shahodat yo'lida ambarga o'xshagan ana shundoq sansanaqsiz yigitlarni, rijallarni, pahlavonlarni, qo'mondonlarni, liderlarni yetishtirib oladigan onalardan qilaversin ey Allah. Bizlarni shu rijallarga ona bo'la oladigan qizlardan qilaversin ey Allah. Ey Allah, umr hamrohi ana shundoq izzat uchun kurash qiladigan, shu izzat uchun kurash qilgan yo'llarda hamroh bo'la oladigan jasur Xadija onamizdek onalardan qilaversin ey Allah. Ey Allah, kecha va kunduzini o'zir uchun atagan mu'minlarning qatoridan qilaversin ey Allah. Ey Allah, bu yerga hozir bo'lgan barcha onalarimizning duosini ijobat qilaversin. Muhojirat hayotida kasal tortayotgan, yolg'iz qolayotgan, chorasiz qolayotgan barcha dardmanlarga darmon ato qilsin. Ranjiga shifo ato qilsin. G'amini o'zira hal qilib bersin ey Allah. Ey Allah, jumladan ana shu aziz bo'lgan diyorimizda qapsilib qolgan, o'zlarini yuksak ovozda zikr qilinmayotgan, o'zlariga ruku va sajda qilinmayotgan mehribon xalqimizni o'zira qutqizib olsin ey Allah. Shularni qutqizishimiz uchun nima qilishimiz kerak bo'lsa bizga shu amalni o'rgatib qo'ysin ey Allah. Shularning izzatini qaytarib olish uchun nima qilishimiz kerak bo'lsa bizga shu amal ustida qilib qo'ysin ey Allah. Bizning qo'limizni tutgan holatda nusratning formulasini o'rgatib qo'ysin ey Allah. Izzatning yo'liga boshlab qo'ysin ey Allah. Kecha va kunduzimizni himmat ustida qilaversin ey Allah. O'zlarining rizosi ustida sabit qilaversin ey Allah. Bizlarni hidoyat qilib bo'lgandan keyin ozdirbatmizdan ey Allah. Bizlarni to'g'ri yo'lga kirib bo'lgandan keyin xato bilan mashg'ul qilib qo'ymasin ey Allah. Harom yeyishdan, harom ichishdan, haromga qarashdan saqlab qolsin ey Allah. Ey Allah, harom bilan mashg'ul bo'lishdan saqlab qolsin. Harom bilan mashg'ul bo'lishdan saqlab qolsin. Ey Allah, sizning azoblardan qo'rqamiz. Bizlarni jahannam azobidan saqlab qolsin ey Allah. Bizlarni azoblardan saqlab qolsin ey Allah. Bizlarga rahmat ato qilsin. Ey Allah, bizlarni gunohlarimizni afv qilaversin. Gunohlarimizni mag'firat qilaversin ey Allah. Ey Allah, Ramazon chiqib gunohi mag'firat qilmay qolgan bandalarning qatorida qilmasin ey Allah. Ramazonning rahmatiga erishmagan bandalarning qatorida qilmasin ey Allah. O'zi rozi bo'lmagan bandalarning qatorida qilmasin. Bizni yaxshi ko'rdik ey Allah. Sizni yaxshi ko'rsin ey Allah. Yaxshi ko'rganlarning qatorida
qatardan qılıversin. Muhabbetimizni senga cho'nqur qılıversin. Bizni yaxshi ko'rsin, yalloh. Yaxshi ko'rganlarning qatardan qılıversin, yalloh. Seni rozi qilish uchun nima qilishimiz kerak bo'lsa, bizga shu amalni suyumli qilib bersin. Jannatning amali bizga yaqinlik qilib bersin, yalloh. O'zi rozi bo'lgan amallarni nafsimizga yaqinlik qilib bersin, yalloh. Bizga jannatning yo'liga boshlab qo'ysin, yalloh. Yalloh o'tgan yilimizni, bu yilimizni xayrli qilib bersin, yalloh. Tuni kunimizni, bugunimizni xayrli qilib bersin, yalloh. Yalloh qilishimiz kerak bo'lgan vazifalarimiz, din bizning kutayotgan bütün majburiyatlarimizni voyaga yetkazib ado qiladiganimiz bo'lsin. Eng mukammal holatda ado qiladiganimiz bo'lsin. Yalloh bizni mayli o'zir tegizsinlar, yalloh. Biz mangmaydi o'zir mang'usinlar, yalloh. Biz planlamaydi o'zdirib yalloh bersin, yalloh. Bizni o'zir idrak qilib bersin, yalloh. Bizni to'g'ri o'zir boshlab qo'ysin, yalloh. Bizni haq ustida o'zir sabit qilib bersin. Xosatan, yalloh. Yalloh o'zini rozi qilish uchun tirishayotgan mana bu shu inshirah o'zir barakat ado qilsin, yalloh. Inshirah o'zir rahmat ado qilsin, yalloh. Tirishchiligimizni, himmatimizni qabul qilsin, yalloh. Tirishchiligimizga o'zir texmi ko'p tirishchilik qo'shib yalloh. O'zir barakat bilan bizni qo'llab qolsin, yalloh. Yomon ko'zi qarg'uvchilarning ko'zidan saqlab qolsin. Yomon so'zni fitna qiluvchilarning so'zidan bizni saqlab qolsin. Bizni ustimiz va ostimizdan saqlab qolsin, yalloh. Ichimizni, tishimizni saqlab qolsin. Bizga o'xshash ojiz manatman qizlarni insonlarning ig'zi va so'ziga tashlab qo'ymasin, yalloh. Yalloh insonlarga muhtoj qilmasin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in prinsipimiz ustida sabit qilaversin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in prinsipimiz ustida sabit qilaversin. Qalbimizni iymon bilan aziz qilgandan keyin bizni xor qilib o'tmasin. Bizni muhtoj qilib o'tmasin. Bizni chorisizlikdan oldida tashlab qo'ymasin, yalloh. Bizning bütün planlarimiz o'zlariga chiqsin. Bizning bütün arzu armon maqsadlarimiz o'zlariga chiqsin. Yalloh millatimizning barcha qizlariga o'zlariga katta hidoyat ato qilsin. Yalloh taqvolik ato qilsin. Iymon libos ato qilsin, yalloh. Yalloh har bir oilani sap-sap bo'lgan holatda shu diyorimizga qaytgan nasib bo'lsin. Yalloh xursandlik bilan, xushallik bilan diyorimizga qaytgan nasib bo'lsin. Yalloh qaytadan shu diyorimizda izzat kunlarini ko'rgan nasib bo'lsin. Qaytadan shu diyorimizda Ramazonning muborak daqiqalarini o'tkazishga nasib bo'lsin. Duolarimizni ijobat qilsin, yalloh. Duolarimizni ijobat qilsin, yalloh. Duolarimizni ijobat qilsin, yalloh. Gunohlarimizni mag'firat qilib bersin, yalloh. Gunohlarimizni mag'firat qilib bersin, yalloh. Bizni rozi bo'lsin, yalloh. Bizni rozi bo'lsin, yalloh. Bizni rozi bo'lgan bandalarning qatoridan qilsin, yalloh. Bizni xursand bo'lgan bandalarning qatoridan qilsin, yalloh. Ramazoni sharif bütün ne'matlarga noil bo'lgan bandalarning qatoridan qilsin, yalloh. Bizni qadr kechisiga ulashtirsin, bizni qadr kechisiga ulashtirsin, yalloh. Qadr kechisida qadri yuksalgan bandalarning qatoridan qilib bersin, qimmati yuksalgan bandalarning qatoridan qilib bersin. Bizlarni qadr kechisiga noil bo'lgan bandalarning qatoridan qilib bersin. Qadr kechisida taqvolik bilan insho qilgan bandalarning qatoridan qilib bersin. Qadr kechisida uyg'onishda ihyo bo'lgan bandalarning qatoridan qilib bersin. Qur'onning qalbiga nozil bo'lgan bandalarning qatoridan qilib bersin. Bizga Qur'on bersin, yalloh. Yalloh bizga Qur'onning axloqini bersin, yalloh. Qur'onning ilmini bersin, yalloh. Qur'onning parasini bersin, yalloh. Qur'onning siyosatini bilgimiz bo'lsin, yalloh. Qur'onning hikmati bilan hikmatlantirib bersin, yalloh. Qur'on ustida yashab, Qur'on ustida o'rganish bo'lsin, yalloh. Yalloh qadr kechisi Qur'on qalbiga nozil bo'lgan insonlarning qatoridan qilib bersin. Yalloh bizga suriga chiqsin, yalloh. Millatimizning qizig'i o'ziriga chiqsin, yalloh. Millatimizning qizig'i o'ziriga chiqsin. Ularning iymoni o'ziriga chiqsin, yalloh. Yalloh bizning ojizligimizni qabul qilsin, yalloh. Yalloh bizga homiy bo'luvchi vatanimiz, bizga ega bo'luvchi qahramonlarimiz yo'q, yalloh. Bizga o'ziriga ega bo'lsin, yalloh. Bizga o'ziriga ega bo'lsin, yalloh. Bizni o'ziri saqlab qolsin, bizni o'ziri qo'llab qolsin, yalloh. Bütün duolarimizni ijobat qilib bersin, yalloh. Gunohlarimizni mag'firat qilib bersin, yalloh. Qabul bo'lgan duolarning qatoridan qilib bersin. Amallar xavotimizga bog'liq degan shu so'zga binoan bizning amallarimizning xavatimizni eng go'zal qilib bersin, yalloh. Eng go'zal holatda oxirlashganimiz bo'lsin. Ramazonda bo'lgan bütün ibodatlarimizni qabul qilsin. Ramazondan keyin bütün ibodatlarimizning mevasini ko'rganimiz bo'lsin. Duolarimizning mevasi tajalli bo'lganimiz bo'lsin, yalloh. O'zingizdan so'radik, o'zingizga topshirdik, yalloh. O'zingizga topshirdik, yalloh. O'zimizni o'zingizga topshirdik. Aqlimizni, fikrimizni, ideyamizni sizga topshirdik. Yuragimizni, qalbimizni o'zingizga topshirdik. Bizni har jihatdan o'zing saqlab qolsin, yalloh. Bizni har jihatdan o'zing saqlab qolsin, yalloh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.